Assalomu alaykum. E'tiboringizda Ziyolilar minbari dasturi. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, Jahon adabiyoti jurnalining bosh muharriri Ahmadjon Meliboyev. Ustoz, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Butun umringiz so'z bilan, butun faoliyatingiz so'z bilan. Aslida insonning hayoti ham so'z bilan obodda. Bugun jurnalistikada, umuman televideniyada, ommaviy axborot vositalarida, radioda, qaysi tarmog'ida bo'lishidan qat'iy nazar so'zga nisbatan munosabatdan ko'nglim to'lmaydi degan ma'noda hozirgina dasturimizni boshlashdan oldin aytib o'tdingiz. O'sha ko'nglingiz to'lmayotgan jihatlarini aytib, shundan boshlasak suhbatni. Hozir shu bugun bir davraga borib bir ozgina suhbat qildimda, ular mendan endi yana qanaqa kitoblaringiz chiqadi deb aytishdi. Ikkita kitobimni tayyorlayapmiz. Bitta kattasi Yozuvchilar uyushmasida chiqadi. Bittasini Sharq nashriyotiga topshirdim. Nashriyotda o'sha bosh muharrir Ahror Ahmedov bilan hozir gaplashdik. Eng qizig'i shu sarlavhasi masalasida biroz bir qarorga kelolmadim o'zim ham. Endi o'sha kitobga bundan 60-61 yil avval yozgan she'rlarim, maqollalarimni ham kiritganman. 61 yil avval. O'sha paytdagi men, o'sha paytdagi o'zim, o'sha paytga aytgan so'zlarimni masalan shu kitobga kiritdim. O'sha umrimni, ijod umrimni pillapoyalari deb, umr pillapoyalari dedim, lekin yoqmadi o'zimga ham keyin negadir. Pillapoya sal boshqacharoq eshitilyapti. Keyin ijod urinishlari dedim. Ijod urinishlari desam 5-6 do'stlarim juda endi o'zingizni kamtarlikka olmang. Bu urinishlar emas, endi nimadir yozgansiz, hammasi bo'lmasa ham qaysinisidir ko'pchilikka ma'qul bo'lgan deb bu sarlavhadan ham qaytib hozir shu bugun bundan 1 soat oldin sarlavhani topdik. So'z izlab. Shu 60 yildan ortiq vaqt. Bugun yana Alloh qancha umr bersa, bizni umrimiz bir oddiy ziyoli jurnalist sifatida so'z dunyosiga sayohat. So'z izlab, uning ma'nolarini, uni ifodalash mahoratini, ta'sir kuchini, aytiladigan va aytilmaydigan so'zlar, yoziladigan va yozilmaydigan iboralar, so'zlar haqida fikr qilmoqchiman-da shu kitob orqali. O'shanga hozir tilimiz haqida maqolalarim chiqdi, matbuotda tilimiz haqida katta maqolalar yozdim. Endi bilmadim, meni nazarimda o'sha 90-yillarda juda endi sobiq tuzum paytida endi tilimiz qanaqa bo'lib ketgan edi. Masalan, ruscha ishlatmasak, ruscha fikrlamasak, ruscha boshlab ruscha tugatmasak masalan, bo'lmasdi majlislarda. Lekin bizni tilimizda ham o'zbekcha so'zlaganimizda ham hammasi ruscha edi masalan. O'sha paytda ustoz yozuvchilarimizdan biri Ibrohim Rahim, urush qatnashchisi, ko'p hayotda og'ir yengillikni ko'rgan odam, tilimizni hakka cho'qiganmi degan sarlavhada maqola yozib keldilar. Qarang. Va bu maqolada shunday misollar keltirilganki, oddiy dehqon tilida, savdogari tilida, aytaylik haydovchini tilida judayam bir haligi to'g'ri kelmaydigan, tushunmaydigan narsalarni gapirar ekanmiz. Birma-bir sanab berdilar. Shuni e'lon qildik. Undan keyin Mirzo Kenjabek so'z olib tilimizni ahvoli haqida juda jiddiy maqola yozdi. Rahmatli Shodmon Otabek buni davom ettirdi. Mukarrama Murodova davom ettirdi. Nafisa Sodiqova bir qaysidir ma'noda u kishi olima, u kishi davom ettirdi-da, oqibat shu bo'ldiki, shu harakatlarimiz natijasida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. Biz uni juda katta yutuq deb o'yladik. Endi hammasi hal bo'ldi deb o'yladikda, bir haligi nuqsonimiz bor bizni. Mana hozir til haqida bayram bo'ldi. Navbatdagisi juda katta
xalq bayrami, umumxalq bayrami. Hurmatli prezidentimiz xalqimizga tabrik yo'lladilar, qilinayotgan ishlarni aytdilar, vazifalarni belgilab berdilar. Bayram o'tdi, uchrashuvlar qildik, hamma joyga bordik. Mana endi to'xtadik endi. Endi biz yana keyingi yili shu 21-ga yaqinlashganda yana til haqida gapira boshlaymiz. Mana hozir yangi yil keladi, yaqinlashib qoldi. Hozir shu yil sarhisobi degan mavzular chiqadi. Navbatdagi yilning haligi qanday bo'ladi, bu rejalari haqida gapiramiz. Undan keyin 8-mart keladi, ayollar haqida hammamiz yozamiz. Va bayram o'tgandan keyin yana to'xtab, nima ayollar haqida iyun oyida, masalan may oyida, oktyabr oyida yozish mumkin emasmi? Yoki Navro'z haqida. Faqat o'sha ko'klamdami? Mana shu narsa bizda bir qusur bo'lib qolgan. Buni tan olishimiz kerak. Mavsumiylik. Bayram kelyapti, harakat qilaylik, buni bir joylarga yozib qo'yaylik, bayrog'ini ilib qo'yaylik. Bayroqlar ham o'sha bayramlarda ilinadi. Bu boshqa mamlakatlarda bayroq doimiy hilpirab turadi. Qalbingizda hilpirab turadi. Halima Xudoyberdiyeva bayroqni ko'ksingga ek. Ko'ksingga ek, ko'ksingni o'y, ko'ksingga ek, ko'ksingda hilpirab tursin degan satr yozganlar-ku endi. Shuning uchun bizda mana shu mavsumiylik bizga juda katta zarar keltiradi. Chinakam ziyoli, chinakam xalqparvar insonlar o'sha tilga e'tibor masalasida, boshqa ma'naviyat masalasida doimiy ravishda ertayu kech bir xil munosabatda bo'lishlari kerak. Faqat bayramda emas. Shularni o'ylab hozir haligi savolingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha 90-yildagi o'zbek tili bilan bugungi o'zbek tilini solishtirsak, men endi uzr so'rayman kimlardandir juda oshib borgan bo'lsam, lekin men bir muharrir sifatida bugun tilimiz yomon. O'sha 90-yilga nisbatan olaquroq bo'lib ketdi hozir. Hozir endi na bir ortografiyaga amal qilamiz, na sintaksiska, na boshqa haligi nimaga qoidalarga, ega kesimga, sifat qayerda, aniqlovchi qayerda, ravishdosh qayerda, bularni hech kim hisobga olayotgani yo'q. Kim qanday gapirsa tinglayapmiz shuni endi. So'zlarni shunday ishlatamizki, ma'nosi butunlay boshqa-ku masala. Butunlay boshqa ma'nodagi maqol, matallarni, xalqimiz boy o'sha ijodiyotini ham shu tilimizga qanday kirib qolgan bo'lsa, shunday haligi ishlataveramiz. Gap ko'p, ko'mir oz deb ishlatamiz shuni. Ustoz Erkin Vohidov aytgandilarki, yo'q, bu yerda ku degan ko'makchi bor. Gap ko'p-ku, umr oz. Endi tez aytganingizda haligi ku ko'makchi umrga qo'shilib ko'mir bo'lib ketdi. Men bir maqola yozdim o'sha. Ko'mirga aylanayotgan umr degan sarlavha qo'ydim. Buzib aytyapmiz. Maqollarni masalan qiz bola birovning hasmi deymiz. Hasm degani dushman degani arabchada. Hasmi emas. Qiz bola birovning hasbi. Hasb omonat, hasbi holdagi omonat. Qiz bola birovning omonati. Uni ehtiyot qilish kerak. Shu vodiy nimalarida suhbatda ham aytdim. Vodiydagi qishloqlardan birida oilada qiz bola tug'ilsa, mehmonjon deb chaqirishar. Mehmonjon deyishar. Akasi yoki ukasi sal shuni xafa qilsa, hay. Mehmon-ku bu endi. Yo, bunga nima qilaydi? Mehmon deb. Ko'ryapsizmi? Bitta so'zda qancha ma'no, o'sha haligi milliy kontent deyiladi, milliylik, o'ziga xoslik, betakrorlik shu bitta so'zda ko'rinib turibdi-ku hozir. Boshqa misollar juda ham ko'p. Endi hammasini sanasam juda ko'p vaqtni oladi. Shu mana nutqlar eshitamiz, mana deputatlarimiz, senatorlar majlislarda qayerdandir kelib qolgan narsalar. Qayerdandir kelib qolgan. Men endi shuni ham muharrir sifatida, ham ijodkor sifatida shu ko'plarini topaman, qayerdan kelib qolganligini. Mana hozir bizni eshitib turganlar ham o'ylashlari mumkin. Masalan,
bir joylarga borsangiz, hatto mana Milliy universitetda talabalarga dars beraman. Hatto talabalar ham avvalo assalomu alaykum deydi. Avvalo assalomu alaykum. Assalomu alaykum degan ulug' so'zdan oldinga o'tadigan ham salomlashish bormikin? So'z bormikan? So'z bormikin? Avvalambor qayerdan kelib chiqoldi? Bu endi o'sha rus tilidagi prejde всего deb boshlanadigan bir so'zning haligi bir ifodaning kalka usulidagi tarjimasi. O'shanda ham ular oldin salomni aytgandan keyin, undan keyin asosiy bir nimaga o'tishdan oldin o'sha prejde всего deb uni ma'nosi boshqa masala. Avvalambor deyiladi. Endi yana mana hozir endi juda ko'pchilikni tinglaymanda masalan. O'ylashimcha bu fikr bunday deydi. Birorta o'zbek bunday deb boshlamaydi. O'ylashimcha bu rus tilidagi "я думаю" deganni kalkasi. Мне кажется deb boshlanadi. Bular hammasi rus tilidan olingan. O'sha rus tilini bizni tilimizga ta'siri natijasi. Eng yomoni mana seriallarda shunaqa endi bir nima bo'lyaptiki, o'zbek bo'lib tug'ilganidan beri birorta ota yoki ota o'g'liga, ona qiziga bolam, o'g'lim, qizim bir gaplashib olaylik degan emasda. Demaydi ham. Shu tasavvur qilish mumkin. Shuni serialda har kuni 100 marta ishlatiladi. Gaplashib olishimiz kerak. Yana o'sha ruscha namnada поговорит. O'sha rus xarakteriga, rus o'sha xususiyatiga, mentalitetiga to'g'ri keladi. Va uning hech qanaqa aybi yo'q. Agar biz rus tilida masalan nima qilayotgan bo'lsak, fikrlayotgan bo'lsak, unda ishlatsa bo'ladi. Gaplashib olishimiz kerak deydi. Ota aytadiki, o'g'lim, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Qani o'tirchi, nima gap o'zi? Kayfiyating yo'q. O'tir deydi. O'zbekchasi shunaqa bo'ladi. O'zbekchasi shunaqa. Ona ham qizga aytadi, qizim, qayoqqa ketyapsan? O'tirchi, qayerga borasan? Nima gap o'zi? Kim o'zi? Misolda endi, ona-ku endi baribir. Endi mana shunaqa narsalarni nega men bularni sanayapman? Hozir aytaylik, bundan bir sizga 100 ta, 200 ta masalan misol keltirishim mumkin. Gap undan ko'p ozligida emas. Gap mana shu qusurlar bugun biz orqali, o'sha televideniya orqali bizdan keyingi avlodni nutqiga o'tyapti. Tarbiyasiga ham tarbiyasiga birinchi navbatda, nutqiga ham o'tyapti. O'tkir Hoshimov mana shu Toshkent oqshomi gazetasida uzoq yillar ishlagan. Shu kishi aytgan ediki, notiqlarning, pedagoglarning tilidagi noqislik, qusur ular tarbiyalayotgan bolalarga o'tadi. O'zimizda masalan o'sha Temuriylar davrida, undan keyingi Ulug'bek davrida, undan keyingi Boburiylar tilga e'tibor berilgan. Birinchi komillikni belgisi ilm, odob, til, ifoda bo'lgan. Ilm, odob, til, ifoda. Endi qarangki, ilm nihoyatda kuchli bo'lsa-yu, ifoda chatoq bo'lsa, ifodalar bera olmasa, u qusur hisoblangan masala. Shuning uchun o'sha nimalarga, hattoki tarbiyaga tilida nimalar kamchiligi borlar qo'yilmagan. Haqiqiy bir tushuntirib beradigan, to'g'ri talaffuz qiladigan, urg'uni to'g'ri qo'yadigan odamlar tanlangan madrasalarda. Madrasa ilmlarida talaffuz ilmi birinchi navbatda. Mana Hamadoniy hazratlarini haqida bir gap o'qiganman. Bu kishi endi islomni targ'ib qilganlar. Juda ko'p yurib. Xorazmda, Urganchda ramziy qabrlari ham bor. Hamadoniy hazratlari hech qachon qayerga borsalar, "O birodarlar, islomga kiringlar" degan emas ekanlar. Ammo u kishini odoblari, haligi ozoda pokiza yurishlari, tahorat bilan so'zlash odoblari, mantiq kuchi shu qadar mahliyo qilganki, bu qayerdan oldingiz? Bu shu musulmonchilikni nimalar, aqoidlari. Shu biz ham kirsak bo'larmikin deb 50 ming kishi 50 ming kishi bu kishining so'zlariga,
so'zlash odobiga oshiq bo'lib islomga kirgan ekan. Buni endi majburlab kirish boshqa. Haligi shunchaki bir nimalarga biz ham mana yuribmiz deb yo'q. Yuragingizda bir qalbingizda bir o'zgarish bo'lsa, o'sha yerda bir ehtiyoj paydo bo'lsa, siz va o'shani shu ehtiyojdan qalbingizdan kelib chiqib qaror qabul qilsangiz, u sizniki bo'ladi. Boshqasi birovniki bo'ladi. Siz kimnidir rolini o'ynayotgan bo'lasiz. Olimlik rolini, odoblilik rolini, lekin aslida bu narsa yo'q bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana o'zimcha bir narsalarni ixtiro qilgan bo'laman-da, endi bu gap shunaqa endi deb aytsak bo'ladi. Mana shu o'qituvchi sifatida Milliy universitetda bugungi talabalarga dars berish oson emas masalan. Ular ichida endi hammasi emas, lekin ko'plari ko'p o'qigan, hatto ba'zilari domlalardan ko'ra ko'proq o'qiydigan axborotga ega bolalar ham bo'ladi. Shulardan kelib chiqib, o'ylab bir narsa topdim o'zimcha. Mana siz Sevdo, siz menga qarab o'tiribsiz hozir. Tasavvur qilingki, hozir mana shu men o'tirgan joyda eni 1 metr, balandligi 2 metr oyna turibdi. Siz shu oynaga qarab turibsiz. Boshqa hech kim yo'q. Siz oynada nimani ko'ryapsiz? Kimni ko'ryapsiz? O'zimni ko'raman. O'zingizni ko'ryapsiz. Afsuski bu noto'g'ri javob. Siz hech qachon oynada o'zingizni ko'rmaysiz. Siz oynada o'zingizning, aslingizning oynadagi aksini ko'rasiz. Endi oynadagi aks kimni ko'ryapti? Sevdoning aslini ko'ryapti. Qarang. Qarayapsizmi uni? Mana shunaqa narsalar borki, biz aslni qadriga yetmasdan uni oynadagi, rasmdagi, kino lentalardagi, teleko'rsatuvlarda qolgan yozuvlardagi aksini ko'rib, ular haqida keyin zo'r gaplarni gapiramiz. Ulug'larimiz o'tib ketgandan keyin deymiz, zo'r odamlar deymiz. Endi shu gaplarni nega ularning asli bilan uchrashish imkoniyatlarimiz bo'lganida, ular bilan birga ishlaganimizda, birga yurganimizda nega ularning o'sha buyukligidan, komilligidan foydalanmadik, o'rganmadik? Ular o'tib ketgandan keyin ham o'rgansa bo'ladi. Lekin asliyat bilan muomala qilish naqadar haligi go'zal, naqadar maroqli hatto. Shu Sog'inli domla endi o'sha Tarix Muhammadiy degan buyuk asarni yozganlar. Endi siz yaxshi bilasiz, hammamiz yaxshi bilamiz. U kishini farzandlari hozir shu u kishini merosi haqida qayg'urib harakatlar qilyapti ekanlar. Biz o'ylaymizki, bu harakatlarga ham bir ajrini berish kerak Parvardigor. Endi shu Sog'inli domla bu gapni men Erkin Vohidovdan eshitganman. Nashriyotda, Yosh gvardiya nashriyotida u kishi bosh muharrir, men o'rinbosar edim. Ba'zan shunaqa bir juda chiroyli davralar bo'lib qolardi-da. Erkin akam bir yuragini ochib, ko'plar gapirib berardilar. Bir kuni Erkin aka aytdilarki, shu mahallamizda, Huvaydo mahallasida endi bir 10-12 kishi bir davra bo'lib, 1 oyda, 1,5 oyda bir martadan uchrashib turishar ekan. Yaxshi davra, olimlar, vrach, shunaqa bir e'tiborli kishilar. Ziyolilar davrasi. Shu bir 3-4 marta o'tirishgandan keyin bir kuni Sog'inli domla bir xafa bo'lib, Erkinjon, shu suhbatlarimiz yaxshi bo'lyapti-yu, ko'p behuda gaplarni gapirasizlar-da. Keraksiz gaplar. Shu birodarlarimiz mendan so'ramaydilarmi? Men bilganlarimni ularga aytib bersam bo'ladi-ku. Nega bunday qilishadi? Haligi bozordagi narx-navoni gapirib ketishadi, futbolni gapirib ketishadi, yana boshqa shu shifer narxi qancha, to'sinni narxi qancha deb. Shuni o'rniga bir ziyolinamo bir ish tutilsa bo'lmaydimi? Degandek Erkin akam ya ustoz bo'ldi deb keyin sekin haligi davradoshlarga ustoz sal bizdan ranjiyaptilar. Mana keyingi navbatdagi nimada u kishidan bitta narsalarni so'raylik, ilmlarni so'raylik, kitoblardan so'raylik.
hamma ma'qul bo'ptiyu, lekin kim bu savolni beradi deb bahs bo'libdida. Keyin bir kishiga, mana siz pedagogsiz, maktabda ishlaysiz, nutqingiz yaxshi, siz bir so'rab ko'ring degandan keyin bo'ldi, men savol beraman u kishiga, o'ylab ko'ray deb. Shu bilan vaqt o'tib, yana o'sha davra kuni kelib hammalari o'tirishgandan keyin yana o'sha eski holat, bozor uchar, boshqa go'shtni narxi, piyozni narxi. Keyin u kishi sal ranjiganda keyin tekdilar haligi tayinlangan odamga bunday imo qilib, so'rang endi, gapiring desa, u paytda ustoz degan gap yo'q edi. Ustoz hozir chiqdi u paytda. Shu domla labbay debdilar. Mana shu piyolani arablar nima deydi degan savol berdi. Shunda endi ensalari qotib, ey birodar, bu arablar piyolani bunday deydi. Mana bu tarelki likopchani bunday deydi. Laganni bunday deydi. Qoshiqni bunday deydi. Qozonni bunday deydi. Bu lahjasi mana bu viloyatda bunday deydi. Bu viloyatda bunday deydi. Bu yoqda bunday deydi deb 30-40 xilini aytibdilarda. Birodar, o'zi shular sizga nimaga kerak degan ekanlar. Umumiy hazratlar, men buni ko'p joyda aytaman. Ba'zilar eshitgan bo'lsa, takror ham bo'lishi mumkin. Rumiydan so'rashadiki, so'z nima uchun kerak? Umuman so'zga nima hojat bor? Rumiyni gaplari dunyo bo'lib turguncha turadi bu so'z. Javob. So'z anglamaganlar uchun. Anglaganlarga so'zning hojati yo'qdir. Agar qarangki, agar inson haligi xoms emgan bandaligini qilib, xato ustiga xato qilaversa, nima qilish kerakligini, nimani qilish qilmaslik kerakligini bilmasa, unga so'z kerak bo'ladi. Bu so'z bilan agar hammamiz fahmi farosat bilan, aql idrok bilan o'zimizni bir qandaydir obro'yimiz, ziyoligimizdan kelib chiqib, ko'p narsalardan tiyilib, shuni hamma narsani bilib yursak, bizga hech narsaning keragi yo'q. So'z ham kerak emas, kitob ham, radio, televideniya, gazet, jurnal ham kerak emas. Toki bunday emas ekan, hali sizga aytdimki, biz hammamiz turkiy qavmlar bo'lsak, turkni turtib tur degan maqol bor ekan. Eslatib turishimiz kerak ekan. Tanbeh berishimiz kerak ekan. Yo'q, bunday emas, bu yoqqa o'ting deyishimiz kerak ekan. Ana shunga so'z kerak. So'z keyin jumlaga aylanadi. Jumla kitobga aylanadi. Kitob endi badiiy asarlarga aylanadi. Men endi misollar keltiraman, endi balkim jo'nroqku, lekin mana shu yosh kelinlarimiz endi bir muhitda katta bo'lgan, bir oilani qadriyatlari ruhida shakllangan, boshqa bir oilaga boradi. Qiyin juda. U yerdagi odamlar xarakteri, boshqa talablari, qaynona kelin munosabatlarida o'shanda agar kelinlarimiz nihoyatda bir ziyrak bo'lsa, qaynonaga nimadir yoqmay qoldi. Sal shuni darhol hali qaynonani bu yoqmaganlik so'zga aylanmasdan turib, shuni tuzatsa, shu yuzaga chiqmay shu kamchilik tuzalib ketadi. Endi shuni 2 marta, 3 marta, 4 marta yo choy quyishda, yo choy uzatishda yoki dasturxonni tuzashda shu xatoni takrorlayversa, ana endi haligi o'sha kamchilik, nafrat endi so'zga aylanadi. Onangiz o'lgur o'rgatmaganmi sizga deydi. Mana jumla so'z paydo bo'ldi endi. Demak, shunga olib kelmaslik kerak. Shundoq so'zki, yurakni parchalaydigan so'z. Parchalaydigan so'z bo'ladi endi. Bitta so'z bilan parchalandi endi. Bu hatto hukmga aylandi. Siz bilmayapsiz-ku, tarbiya olmagan ekansiz-ku degan gapga chiqadi. Mana oilandagi birinchi dars shundan boshlanadi. Shuning uchun so'z shunaqaki, hatto men o'zbek, qirg'iz, qozoq, arman, gruzin xalqlaridagi devlar haqidagi ertaklarni tarjima qilganman. Bir qismi chiqqan, bir qismi chiqmagan. Shunda mana shu milliy kontent deymiz-ku shu hozir. O'zbek devni gruzin devdan juda katta farqi bor. Farqi bor. Hatto devlarning farqi bor. Devlarni aytyapman. Devni farqi bor. U arman, gruzin yoki nimasi nemislarda g'oz. Ular u nima qilib o'tirmaydi, shartta kallasini uzib tashlaydi.
Endi bizni ertaklarimizda assalomu alaykum dev bobo, assalomu alaykum desa, dev aytadiki, saloming bo'lmasa yetti yamlab yutardim deb shu fikrdan qaytadi. O'sha qarang, so'zni qudrati, inson haligi shu nima qila olmayotgan, tushunmayotgan so'zni qudratini o'sha dev ham tushunadi. Bu yaxshi bola ekan, odobli ekanki, shuni bir kun yemasam yemasman deb endi shunaqada endi. Shuning uchun so'z endi bu ilohiy narsa. Buni oxiri yo'q. Oxiri yo'q. İnson 1000 yil, million yil yashasa ham baribir so'z ustida baribir bosh qotirish kerak. So'zga ehtiyot bo'lish kerak. Kaykovusda juda ko'plar bor. Shu deydi, sen shunday odamlarga ergashginki deydi, u odobni, so'zni qadriga yetadigan bo'lsa, shularga ergash, shularning davrasiga qo'shil deydi. Sen shunday odamlar bo'lsaki, so'zi uncha yaxshi emas, yaxshi ifodali so'zlay olmaydi, shu qusurini biladi. Lekin o'zicha shuni o'nglash qo'ldan kelmaydi, shularga yordam ber deydi. Va uchinchi toifa, shunday odamlar borki, bular so'zi no'noq, g'azabli, bu qusurini biladi, lekin tuzatishni xohlamaydi. Bulardan qochgin deydi. Yaqinlashma bularga deydi. Behuda so'zingni sotma deydi. So'zingni sotqilki, agar unga xaridor bo'lsa deydi. Ya'ni ehtiyoj bo'lsa. Biz endi ko'p nimalarda chiqib notiqlarimiz gapirishadi. Mana ma'rifat ulashib degan 2 yildan beri viloyatlarga borib, universitetlarda, boshqa yotoqxonalarda yoshlar bilan maktablargacha boramiz. Endi shu yerda ko'plar majlislarda qatnashadi-da, falonchi ham so'zga chiqdi degan gap kerak. O'zini bir fikri yo'q hali. Hali bir qishlog'imizda men bir tog'da Jizzax nizominiga o'xshagan bir Qirg'izistonda tog'da Safed Bo'lon degan tarixiy qishloqda tug'ilganman. O'sha yerda o'qiganman. Oqsoqollari gaplarini, kampirlarni duolarini, hattoki so'kinishlarigacha daftarimga yozib olganman. Bir ustozimiz meni shunga o'rgatgandi-da. Shunda endi o'sha paytda sovxoz ham yo'q, kolxozlar, bir yil yaxshi, bir yil undoq, bir yil g'alla bo'ladi, bir yil bo'lmaydi. Yangi raislar kelganda birinchi oqsoqollar nazardan o'tkazishadi. Qara ekan yangi rais. Ha, endi yomon emas. Ko'p ham tig'dor emas, ko'p ham damdor emas, o'rtacha bir yigit ekan, omadini bersin deyishadi. Va yana bittalari, bu o'ziga bir raisi yuboribdi. Otini tushovi yo'q, gapini ushovi yo'q. Qarang endi, xalqning donoligini qarangki, otini tushovi yo'q. Bu yoqqa choptirib, bu yoqqa choptirib yuribdi kunni o'tkazib. Gapini ushovi yo'q, ushlab oladigan fikri yo'q. Tayini yo'q boyagi. Ana shu majlislarda ushovi yo'q gaplar juda ham ko'p. Va bu majlislar eng haligi og'ri juda uzoq davom etadi. Agar majlisda o'sha fikr hukmronlik qilsa, bir haqiqiy nimalar, tahlillar bo'lsa, inson 10 soat ham o'tiradi. Gapni ushovi bo'lsa, o'tiradi. Ushovi bo'lsa, foydasi bo'lsa. Shuning uchun bizni kamchiligimiz shuki, mana maktablarda ham fikrlash odobiga o'rgatmaymiz. Mana hozir prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev endi o'sha boshlagan paytlarida faoliyatlarini birinchi nimalaridan biri shu fikrni uyg'otishga harakat qildilar. Jamiyatda fikrni uyg'otishga. Jamiyat odamlarni tinglay boshladi. Jamiyatni odamlarni tinglashga da'vat qildilar. O'sha xalq qabulxonalari ochildi, odamlar borib. Va undan keyingi gaplar yana bitta bo'ldiki, fikrlashdan qo'rqmasinlar yoshlar. Mayli bir gal xato qilishlari mumkin. İmkoniyat beringlar. Bir gal xato qiladi, 2 gal xato qiladi, 3-chisida keyin yo'lini topib ketadi deb buni tadbirkorlar misolida aytdilar. Lekin mana shu ko'rsatma, mana shu fikr keyinchalik butun boshqa sohalarga ham, mana jurnalistikada, matbuotda, televideniyega ko'chdi shu.
xato qilishdan qo'rqmaslik kerak. Bugungi yutuq nima deb men savol beraman. Kechagi xatoning o'nglangan formasi. Kechagi yutuqni. Siz yanglishmasangiz, siz xato qilib uni aziyatini chekmasangiz, uni tahlil qilib xulosaga kelmasangiz, siz yutuqqa erishmaysiz. Yana o'sha xatoni, yana o'sha yo'ldan ketaverasiz. Men bir Toshkentga yangi kelganimda shu hozirgi studentlar shaharchasida bir joyda turardik. Dutorchi degan bir kichkina ko'chada turganmiz, birovni uyda turganmizda. O'shaga ko'chaga kiraverishda bir chuqur bor edi. Shunda bir marta qoqilib ketganman. Yomon tushganman juda ham. Lekin o'sha yerda qancha yil turgan bo'lsak, shuni aylanib o'tadigan bo'lganman. O'sha bitta saboq. Endi biz keyin boshqa nima qilib uy olib boshqa joylarda oilamizda farzandlar tug'ildi, voyaga yetdi. Har zamonda o'sha ko'chadan o'tib qolsam, o'sha chuqurchani shu yerda chuqurcha bor deb o'taman-da. Mana bu endi shu inson har o'zini xatosidan birov emas, o'zi foydalanish kerak. Xatosidan unumli foydalanish kerak. Xulosalari to'g'ri bo'lishi kerak. Endi insonki masalan faqat yutuq bo'lsa, ertadan kechgacha lotereya olsa ham yutuq chiqadi. Boshqa qilsa ham boshqa. Faqat yutuq. Unda hayot qiziq qolmaydi unda. Mutlaqo qiziq qolmaydi. Men talabalarga aytdim, misollar keltiraman. Biz nima uchun mana shu yorug'likni his qilamiz deyman. Shu zulmat borligi uchun, qorong'ulik borligi uchun biz buni nima qilamiz? Ko'zi ojiz odamga yoppa yorug' desangiz, nima u yoppa yorug' deydi? Ha, hamma yoq juda yorug' bo'lib turibdi, quyosh charaqlab turibdi desangiz, nima u deydi masalan. Demak, biz o'sha nimani ziddi borligi uchun uni aslini hurmat qilyapmiz. Nima uchun biz iymonli, e'tiqodli kishilarni boshimizga ko'taramiz? Iymonsiz kishilar, firibgarlar, aldoqchilar, muttahamlar borligi uchun biz ularni farqlaymiz. Endi men aytamanki, xo'p, tasavvur qilaylikki, hamma donishmand bo'lib ketsa, siz ham donishmand, men ham donishmand, hammamiz bir xil bo'lsak, hech kimni tinglamaydi. Nima deyapsan deydi. Kimsan? Donishmandman. Men ham donishmandman. Nima deysan deydi. Yoki ona she'riyatda misol keltiraman-da. Qancha shoirlarimiz bor, bir-biriga o'xshamaydi. Lekin o'sha she'riyat, mahorat bobida hamma aytaylik, Erkin Vohidov darajasida, Abdulla Orif darajasida, Rauf Parfi, shu nima Shavkat Rahmon, Halima Xudoyberdiyeva deyil. Hamma bir xil bo'lsa, she'riyat nimasi qolmaydi. She'r shunaqa deydi hamma. Jozibasi qolmaydi. Jozibasi, qadri ham qolmaydi. O'sha kimdir bundayroq, kimdir boshqa. Tog'lar hammasi cho'qqidan iborat emas. Balandlik bor, tepalik bor, yana undan kattaroq bor, undan boshqa keyin shularni bir-biridan farqlaganimiz uchun cho'qqi degan tushunchani masalan eng baland cho'qqi deymiz. Agar hamma tog' baland cho'qqidan iborat bo'lganda buni ham masalan haligi nimasi bo'lmasligi. Men bir dars o'tayotsam, bir endi 5-6 yil bo'ldi, bir balkim o'zi eshitayotgan bo'lsa, balkim mendan xafa bo'lmas. Bir talaba qizimiz juda endi nima bepisand. Shu gaplarni gapirsam, fikrimga e'tibor qilmadi. Qo'shilmadi endi. Keyin juda taqinchoqlari ko'p edi juda ham. Qo'lida, bo'ynida, boshqa. Qizim dedim, hozir bir o'sha paytda endi ruscha qilib eksperiment deganman. Shu bir tajriba qilsak, bu yoqqa chiq dedim. Hozir bunday qilamiz. Mana shu quloqlaringdagi, mana barmoqlardagi, bilakdagi, bo'yindagi tillalaringni yechasan. Mana shu stol ustiga qo'yamiz. Da hammamiz chiqib ketamizda, eshik ham ochiq, boshqa hech kim. Bir haftadan keyin qaytib kelamiz. Nima bo'ladi? deb savol berdim. Endi shov-shuv bo'lib ketdi endi auditoriyada. Bolalar aytishdi, 2 sekundda tinchitishadi buni deb turib, ha, barakalla. Shuning uchun ham biz tillani qadriga yetamiz. Endi tasavvur qilinglar. Xo'p, bir haftadan keyin kelsak, yotibda tilla chang bosib, o'sha qandoq bo'lsa, unda nima bo'ladi desam, boshqa bitta qiz aytdiki,
unda tillani qadri bir pul bo'ladi. Mana shunga o'rgatish kerak. Mana shu qiyoslashga o'rgatsak, o'shanda keyin fikr paydo bo'ladi. Bu fikr o'sha prezidentimizning talabi, yoshlar mustaqil fikrlasin. Mayli qo'yib beringlar deyaptilar-ku. Munosabat shakllanishi kerak edi. Men 5-6 yil oldin bizda bir talaba o'qigan. Do'mbrobodda turardi. Darsga deyarli kelmaydi, kelsa ham kech qolib keladi. Har safar shu bir bahona topadi. Shunaqa bahonaki indolmaysiz. Nega kech qoldi? Kecha kelmading? Ya domla, shu kecha bir mahallada janoza bo'lib qoldi. Shunga bir joyda emas, ha mayli. Yetkazib olgin, o'rganib olib, keyingi darsga ham kelmaydi. Undan keyingi nima kelmadi? Qarang, bitta amakimmi, tog'am ham olamdan o'tib qoldilar. Yana bitta shu doim shu endi. O'zi juda abjir, chaqqon bola. Keyin oxiri bir kun aytdimda, Baxtiyor o'zi Do'mbrobodda bir tirik jonzot qoldimi desam, domla bor, lekin ular ham kasal deydi. Men shu bolaga baho qo'yganman. Keyin hali baho ololmagan talabalar nega baho qo'ydingiz? Men aytdimki, u jurnalistikaning bitta oltin qoidasini bajardi. Hozir javoblik. Nimadan, holatdan chiqib ketish. Jurnalistikada eng muhim talab shu. Shuning uchun o'sha biz tarbiyada ham, universitetda deylik, oilada deylik, mahallada deylik, shu bolalarni mustaqil fikrlashga, xato bo'lsa ham va o'shani xato bo'lsa ham shuni hurmat qilishni biz o'zimiz kattalar o'rganishimiz kerak. Domla, uzr, gapingizni bo'laman, o'sha xato bo'lsa ham gapirish kerak. Shunday. Fikrni aytish kerak, bu munosabatni shakllantiradi. Lekin bizda yana bir qarash bor, andisha. U boshqa masala, to'g'rimi? Endi andisha shunday narsaki, bu insonni hayotida juda ko'p bir nimalar bor, talablar bor. Yozilmagan qonunlar bor. Shulardan bittasi andisha. Shulardan bittasi kattalarni hurmat qilish. Undan bittasi masalan bir narsalardan tiyilish, oldinga chiqib ketmaslik. Lekin shularni hammasini shu yaxshi fazilatlari umumiy bitta qusuri ham bor. Ular me'yor darajasida bo'lish kerak. Me'yor. Andisha me'yorini buzilsa, andishaning me'yori buzilsa, bu yomon tomonga xizmat qiladi. Sukut, kattalar oldida sukut saqlash me'yori buzilsa, bu ham yomon tomonga xizmat qiladi. Siz deylik, mana bir joyda ishlayapsiz, bir korxonani rahbarisiz, daromadingiz bor. Albatta endi qarindosh urug'lar bor, aka-ukalar bor, sizni uzoq yaqindan taniganlar, jiyanim yoki singlim deydiganlar. Ularga siz endi marhamat qilib, bayramlarda bir sovg'a salom qilasiz, yordam qilasiz, to'y ma'rakalarda. Hamma sizdan xursand bo'ladi. Lekin agar shunga o'rgatsangiz, ma'lum bir vaqt kelib, bir sabab bilan bir marta yo'qololmay qoldingiz. Bir marta pul so'raganda bera olmay qoldingiz. Tamom. Ha, Sevdoxonam endi juda gururlari ko'tarilib, endi bizni tanimay qoldilar deb siz yomon otliqqa chiqasiz. Chunki bunga sabab o'zingiz, ularni shunga o'rgatdingiz shunga. Yoki o'sha sukut ham. Jamoalarda shunaqa odamlar bo'ladiki, e'tibor bilan tinglab endi shakkoklik qilishmaydi. Bo'ldi, bajaramiz deyishadi, boshqa. Endi shunday deb shu rahbarni aytganini qilib, unga boshqa bir haligi uni talablarga tahrir kiritmasdan faqat o'shani bajaraversak, birinchi navbatda rahbari o'ziga qiyin bo'ladi. Biz u rahbarni butunlay boshqa odam bo'lib tarbiyalanishiga xizmat qilgan bo'lamiz. Ustoz deyiladi. Bugungi agar til bilan aytganda ustoz, yaxshi gaplar gapirdingiz. To'g'ri, lekin mana shu narsani bunday qilsak ham yomon bo'lmaydi degan fikr. O'shanda agar ustoz, barakalla, to'g'ri aytyapsan, kelinglar, buni ham qo'shaylik. Ha, bu qolib ketibdi desa, shunda demak, ha, rahbariga bir fikr aytsang, quloq solar ekan, to'g'ri gapingni masalan inobatga olar ekan degan fikrga keladi. Demak, rahbarni tarbiyasida uni o'sha qo'l ostida ishlaydiganlar ham faol ishtirok etadi.
lekin shuni o'zlari bilishmaydi. Qachon rahbarni tarbiyalab o'sha faqat bitta fikrni qabul qiladigan, boshqani eshitmaydigan rahbar bo'lib shakllanganda keyin bu o'zi qanaqa odam, nimaga buni bo'lib qoldi deb keyin xafa bo'lib yuramizda endi masalan. Aslida atrof muhitni ta'siri nihoyatda katta. Katta. Atrof muhit shundayki, o'sha mahalladagi muhit, oiladagi muhit, yon atrofingizdagi muhit. Endi haligi bir o'zbekona endi nimalar bor. Istihol qilib yaxshi gaplar gapirdingiz. Masalan, juda zo'r gap aytingizda, yaxshi gapirasiz deb agar siz menga masalan 10 marta aytsangiz, shuni ma'lum qismi menga singadi. Men yaxshi gapiraman, men zo'r gapiraman deb. Bizda endi o'sha sukutda andisha qilishda me'yor buzib qo'ysak, bolalari ham endi bolalarimiz o'tir deymiz, jim o'tir deymiz, gapirma deymiz. Keyin katta bo'lgandan keyin nimaga bu gapirmaydi? Buni gapini ma'nosi yo'q. O'zi turningdan unaqa deb keyin urushamiz keyin. Uni kim tarbiya qildi? O'zimiz tarbiya qildik shuni. Boya yuqorida aytdingiz-ku, o'sha Erkin Vohidov bilan Sog'inуй domlani suhbatlarini. U ham qaysidir ma'noda o'sha suhbatlar choyxonada bo'lganda. Ha, shu mahallani choyxonasida. Mahallani choyxonasida bo'lgan. Bizni o'zbekchilikda choyxona bor, xotinlarni gap-gashtagi bor. Balki gashtag erkaklar davrasiga nisbatan ishlatilsa kerak, shu ayollarda gap bor endi. Mana shu davralarda mavzularni o'zgartirish mumkinmi yoki o'zgartirib bo'lmaydimi? Endi choyxona degan so'z masalan daraxtlar, mevali, mevasiz daraxtlarni hammasini daraxt deymizda endi masalan. Bog' deymiz. Choyxona degani juda ko'p davralarni birlashtirib aytilgan bitta nom. Bugun choyxonam bor degani ichida. Albatta, shu mahallaning choyxonasida borib osh qilib yeyish ham bor uning ichida. Dildan yaqin fikrdosh do'stlarning bir davrasi ham bor. Lekin ular ba'zan choyxonada ham o'tishi mumkin, kafeda ham o'tishi mumkin, oshxonada ham o'tishi mumkin. Birortalarining uylarida yoki birortalarining dala hovlilarida ham nima qilish mumkin-da. Biz hozir mana men o'zimdan kelib chiqay, biz ham choyxonamiz bor. Bugun o'sha davraga borib, o'shadan keldim hozir endi. Ham qishloqlar o'sha bizni o'sha Safed Bo'londan kelgan atrofimizdagi qishloqlardan, Oqdam, boshqa qishloqlardan kelganlar bir oyda, 2 oyda bir marta uchrashamizda biz masalan kim qanaqa yashayapti, kimni hayotda qanaqa o'zgarish bo'ldi, kim kasal bo'ldi, qishloqlarimizda nima gap, ota-onalarimiz nima gap, kim olamdan o'tdi deymizda, keyin albatta bir haligi yaxshi gaplardan, birorta asar haqida, birorta bir foydali nima haqida gaplashib, u ovqat yeyish, osh yeyish u ikkinchi, uchinchi planda. Endi gap qiziganda osham sovib qoldi, ha sizlar deymizda endi. Endi boshqa yana bitta davramiz bor endi. Bu o'sha men bilan birga ishlagan olimlar, asosan olimlar, yozuvchilar u yerda endi tahlil ustuvorlik qiladi. U ovqat shunchaki bir ko'makchi u endi. Choy ichib o'tirish kerak, ovqat yeyish kerak. Asosiy mavzu endi o'sha adabiyotdagi yangiliklar, she'riyatdagi mana publisistika, men endi yozuvchilar uyushmasida publisistika kengashining raisiman. Shu publisistikada qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti, qaysi maqola qanaqa chiqdi, qaysi serial qanaqa chiqdi, shularni muhokama qilamiz. Shularni muhokama qilib har kim o'zini fikrini aytadi, o'sha yerdan mavzular topib olamiz. Mavzular topib olamiz. Bitta yaqindagi bir davramizga Olimjon Salimovni taklif qildik. Aslida u kishi taklif qildilar. O'sha yerda endi bir tojikistonlik bir juda bir iste'dodli madaniyat xodimi, teatr san'atini bir nimasi bor ekan vakili. Ikkalalari o'tirishdi, biz shunaqa bahs bo'ldiki, seriallar haqida, o'sha nimalar, bugungi teatrning muammolari, mavzular, boshqalar. Men juda katta bir akademik dars olganday bo'ldim. Endi shunday desam, Olimjon aka ham keyin aytdilarki, men o'sha davraga borib
juda katta narsa oldim o'zimga debdilar. Boshqalar ham xuddi shunday fikrda. Endi shuni umumiy nomi choyxona. Lekin endi zamonlar kelib, masalan, endi choyxonalar kafelarga ko'chyapti-ku, lekin choyxona xo'p o'zi nima o'zi? Choyxona mahallani ko'zgusi bo'lgan. Mahallani ko'zgusi bo'lgan. Kechqurun ovqatlangandan keyin choyxonaga chiqib, choy ichib, nima bo'ldi? Palonchi nimadan kelibdi, kasalxonaga tushibdi, palonchi kelibdi, ana uni sigiri yo'qolib qolibdi, bittasini qo'yini o'g'irlab ketibdi, suv kelmayapti ekan. Mana shu ular hal qilingan. Hal qilingan. Dadam rahmatli aytardilarki, choyxonada doim borib yurgan bir kishi 2 marta ko'rinmay qolsa, palonchi voy ko'rinmayaptilar, xabar olinglar, nima tinchlikmikin, sog' salomatmikin deb xabar olishadi. Choyxona barometr bo'lgan o'sha nimani, mahallani ko'zgusi. Hamma joyida, hamma yaxshi yoki bir nima chiqib bir kishi aytardi o'shanda choyxonada, endi birodarlar bir maslahat bor, shu biz ham endi kenjatoyni uylasak, shuni to'yga bir deb, keyin oqsoqollar u kishiga navbat berishardi. Ha, xo'p, siz demak bu hafta bu, keyingi hafta siz, novvoy mana bugun bularnikida yopsa non, ertaga siznikida deb, xo'p, nima qilmoqchisiz? Qancha guruch damlamoqchisiz? Ha, mehmonlaringiz qanaqa bo'ladi? Shunaqa. Nima kamchiligi bor? Ana shu narsa o'sha yerda hal bo'lardi. Keyin endi bu choyxona endi aynib ketdi. Endi to'g'risi endi o'sha yerda keyin haligi shirakat bo'lib, og'izdan har xil gaplar chiqib, boshqa bo'lib, choyxonani sha'niga dog' tushdi. Mana shukurki, mana bugun endi choyxona o'zini asliga qaytyapti. Choyxona obyekt emas. Choyxona nazarimda fikrlar, munosabatlar, qadriyatlar shakllanadigan joy. Tushunadigan bir o'sha ma'naviyat o'chog'i. Endi shuni buzib yubormasligimiz kerak. Buzib yubormasligimiz kerak. Hozir endi yana hozir ham nima bo'ladi? Bir narsalar ortiqcha gaplar gapirmaslik kerak. Biz kattalar shunga birovga yoqsa ham yoqmasa ham, yo'q, o'rtoqlar shoshmanglar. Bu bunday, mana bu bunday, mana bu bunday. Kecha qanday yashayotgandik masalan. Mana o'g'ling chet elda o'qib keldi, qizing chet elda o'qib kelyapti. O'zing mana yangi uy olding. Senga yana nima kerak o'zi? Birdan bo'lmaydi hamma narsa. Biz bitta bugun suhbatimizda qatnashgan Azamjon degan yigit, dehqon yigit. Shu kelib o'tirdi. Shu nabirasi, 7 yoshlik nabirasi Osiyo chempioni bo'ldi. Jahon chempionatida qatnashdi. O'zbekiston chempioni bo'ldi. Shuni muhokama qildik. O'sha haligi bitta ikkita nimalarini, o'sha kompozitsiyalarni o'tirib, men aytdimki, Azamboy, uni qizi otasi ham qatnashdi o'sha suhbatda. Endi bu qizi haligi fizkultura bilan, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanib, baquvvat qiz bo'lish kerak. Bu fikr kurashi bu. Fikr, u necha yuzlab, minglab haligi partiyalardagi holatlar, ular hammasi hayolda turish kerak. Hattoki bu mana shu yurish falon vaqtda falonchi bilan o'ynaganimda, shuni qilganimda yutganman yo yutqizganman deb, shuni hammasini hayolda saqlash uchun bu kompyuter juda chuqur ishlash kerak. Xatosiz ishlash kerak. Xatosiz ishlash uchun organizm kuchli bo'lish kerak. Baquvvat bo'lish kerak. Shu gaplarni gapirib, men ular bilan xayrlashib bu yerga keldim-da hozir endi. Yaxshi ham keldingiz. Hozir shunaqa maza qilib eshityapman sizni. Erkin fikr degan tushuncha, erkin so'z degan tushuncha me'yordan oshgan joylar ko'p bo'lyapti. Juda. Va bu internet tarmog'ida ayniqsa sezilarli. Buni qanday qilib me'yorga solishimiz mumkin? Endi mana hozir juda qiziq holat. Buni endi rus tilida patovaya situatsiya deyiladi. Bizda ba'zi so'zlarni ma'nosini noto'g'ri ishlatamiz. Iflos degan so'z bor. Ba'zi bir endi haligi tuman boshqa rahbarlarimiz uni birovlari urushganda iflos deb so'kishadi-da, menga o'tib ketadi. Iflos Alisher Navoiyda bor. Shunday boshimga malomatlar tushdikim, ifloslik darajasiga tushdim. O'sha olimlar, martabali odamlar suhbatlariga borib qo'shila olmay,
boshimni ularning kavushi yechilgan joyga urib peshonamni qonatdim deydi Navoiy. Endi boshidan ko'p narsalar o'tdi-da endi shunda. Shunda ma'nosi shu ekanki, iflos degani chorasiz qoldim. U yoqqa yurishi ham, bu yoqqa yurishi ham, nima qilishni bilmay qolgan odamni ifloslik darajasida derkanmiz. Mana so'zi bilmaymiz shuni nimasini. Taraddud, bahor taraddudi boshlandi deymiz. Taraddud degani taraddudlanib qoldim. Qayoqqa yurishni bilmay qoldim deganni. Bu tayyorgarlik Yo'q, emas. tayyorgarlik emas. Buni butunlay teskarisi. Tayyorgarlikni qanaqa boshlash kerakligini bilmasdan ekin ekaymi, suv quyaymi, misol yeri chopaymi, taraddudda qoldim deydi. Shoshib qoldim degani Deyiladi. ekanda agar. Mana endi. Endi haligi yana shu so'zga qaytaylik, keyin biz javob yana eslatasiz menga. Mana endi hozir falon vazirlik, yani aytaylik O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qaror. Mana oltita so'z. Xato bormi yo'q shunda? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qaror. Xato bormi yo'q? Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan qaror. Ha, barakalla. To'g'ri Tomonidan qayerdan kelib qoldi? Ortiqcha so'z u yerda. Qayerdan kelib qoldi? Vazirlar Mahkamasining qaysi tomonidan? Chapidanmi, o'ngidanmi? Hamma joyda shu gap. Shu tomonidan. Hattoki endi Milliy teatr tomonidan sahnalashtirilgan deydi. Milliy teatr orqasidanmi, oldidanmi? Mana tomondagi so'zni ham buzib ishlatamizda endi. Bu juda ko'p. Agar bitta noto'g'ri ishlatayotgan so'zlarimizni lug'at qilsak, bizni haligi asosiy lug'atimiz darajasiga yetib boradi. Tom-tom bo'lib ketadi. Ketadi. Endi hali savolingizni qaytaring, yana o'shanga qaytaylik. Me'yor masalasi. Me'yor masalasida. Me'yor masalasi. Endi me'yorni aytdik. Me'yorni aytdikki, endi o'sha erkinlik masalasini siz boshladingiz. Erkinlik. O'sha erkinlik, erkinlikning me'yorini buzilayotgani haqida. Endi o'sha nimalarda bor, o'sha demokratiya o'zi juda bemaza narsa. Ammo insoniyat hozircha uning o'rniga boshqa bir narsani ixtiro qilgani yo'q degan gap bor. Bu endi kimdir Cherchill aytgan deydi, kimdir boshqa deydi. Ay shu bir katta odam shu gapni aytgan. Balki bu endi sharqda ham bor bu gap endi. To'g'ri aytganmi? To'g'ri aytgan. Chunki demokratiya degani erkinlik degani emas o'zi asli. Demokratiya buyuk mas'uliyat degani. Ogohlik degani, hushyor bo'l degani. Mana seni endi haligi bir joyga bir hayvonni bog'lab qo'yishdi, shunda turdi-da endi haligi arqonni yechib yuborishganda chatalab otib ketdi endi masalan. Shunaqa bo'lmasligi kerak. Demokratiya sharoitida senga erkinlik berishdimi? Endi hushyor bo'l. Qadamingga hushyor bo'l, so'zingga hushyor bo'l, qilmishingga hushyor bo'l, amalingga hushyor bo'l degani o'zi. Biz noto'g'ri tushunamiz. Demokratiya deydi, erkinlik deydi. Erkinlik degan so'zi ma'nosi ham o'sha o'zingni o'sha erkingdan kelib chiqib mas'uliyat bilan ish qilgin degani. Xohlagan ko'ngliga kelgan ishni qilgin degani emas. Degani emas. Shuni buzyapmiz hozir endi. Buzyapmiz. Endi xo'p, sizda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, bu muammolarning yechimi qanaqa bo'ladi? Aynan shu savol. Ha, yechimi qanday bo'ladi? Endi bir menga bir kishi shunday bir gapni aytgan edi, bir ulug' ustozlardan bittasi. Inson o'sha bir holatga tushib, haligi men chuqurga tushib ketganday bir narsadan aziyat chekmaguncha o'zini o'nglamaydi. Endi o'sha xo'p erkinlik berdi deb turib, mana endi hozir bir kishini endi mayli endi meni eshitayotgan bo'lsa, kimni nazorat tutayotganimni biladi. Bir 7 qavatli uy quribdi. 7 qavatli uy quribdi. O'zi oilada 2 ta farzand. Shuni meni aylantirib ko'rsatdi endi shuni. Va aytdiki, ba'zi xonalariga 1 yilda 1 marta ham kirmayman. Shu kerakmidi shu masalan 7 qavat bo'lsa, kamida 30 ta 40 ta xona. Shu kerakmi masalan? Uvoldi. Ha, endi xo'p, yana bir boshqa narsalar. Shularni endi oilaviy tutumlariga ham qaradim.
mana bunaqa bir chiroyli choynak piyola ham emas, oddiy. Lekin bular yoda turibdi. Jilo berib haligi nimalarda, javonlarda, tilla suvi. U kimga? Mehmonlarga u. Mehmonlar uchun. Mana shu yerda endi esimga bir narsa keldiki, buni Erkin aka bilan sihatgohda bir muhokama qiluvdik. Bizda qiziq. Biz o'zimiz uchun yashashimiz kerakmi yoki mehmon uchun yashashimiz kerakmi? Uy qurayotgan odamlardan bir vaqtlar Adabiyot gazetasini muharrirligi paytimda endi o'sha 90-yillardan keyin qurilishlar boshlandi, hamma qurilish boshlaganda men juda ko'p kishidan so'raganman. Qurilish qilyapsiz ekan, ha, hovli quryapman. Qanaqa hovli? Qanaqa desam, bilasizmi Sevdo? So'ralganlari, men so'raganlarning 100% birinchi gapni nimadan boshladi? Mehmonxonadan. O'ziga uy quryapti. Lekin birinchisi bu yog'i 6ga 4, 7ga 8 mehmonxona. Birortasi aytmadiki, bir uy quryapman, shu bolalarimga alohida bir xona, qizlarimga alohida xona, bir kitoblar turadigan xona, dars qiladigan xona. Undan keyin deb boshlamadi-da. Mehmon uchun. O'sha bolalarga alohida xona ham bor, darsxona ham bor aslida, lekin bizni birinchi diqqatimiz mehmonxonaga, e'tiborimiz. Endi mana o'zbekchilik, qudalar keladi, mehmonlar keladi. Aytaylik, siz mana siz uyingizda mehmonlar kutayotgan bo'lsangiz, endi izzatli mehmonlar, adasi deysiz, bir bozor qilib keling, meva va yashil mehmonlar, endi qudalarimiz keladi deysizda endi. Ha, endi adasi borib bozorga boradi, dehqon bilan talashib, tortishib, dehqonmisiz, ya arzon qiling deb olma oladi, boshqa oladi, boshqa keladi uyga. Endi kelgandan keyin siz bundoq qaraysizda, ochsangiz endi haligi sotuvchilar ham juda usta bo'lib ketgan, bitakda haligi qiyshaygan burishkanlarni ham bundoq qilib qo'shib yuboradi. Ha, qo'shib yuboradi. Siz hali ochsangiz, o'sha yaxshilari ham bor, bitakda mayda nimalari ham bor. Bolalaringiz yugurib kelganda qaysinisini berasiz bolalar qo'liga? O'sha burishgan sarasini emas, sarasi mehmonga. Sarasi mehmonga. Ko'ryapsizmi? Xo'p, uni yedi. Mehmon ham vaqtida kelavermaydi. 3-4 kundan keyin yana ochib qarasangiz, bitta ikkitasi sal urinib qolgan. Uni ham bolangizga berasiz. Oxirgacha shunday. Erkin akaga shuni aytib bersam, uni 4 qator she'r qildilar. She'r qilganlar. Meva berma bolangga, asra mehmon xonangga. Yashirdingmi, yashavor va achitib tashlavor. Mana shu she'rni qarangda, yaxshi ham shu voqeani ustozga Erkin Vohidovga aytgansiz. Bu she'rni juda ko'pchilik yoddan biladi va eng muhimi, meni turmush o'rtog'im har safar mehmonxonaga yoki mehmonlarga dasturxon tuzayotganda mana shu 4likni aytadi va eng sarasini bolalarimga ber dedilar. Balki ehtimol xo'jayinimga o'xshab, ya'ni turmush o'rtog'imga o'xshab yana ko'pchilik shu she'rdan ta'sirlanganlar bordir deyman-da. Bir voqeani, bitta 4 ta satrni shaxsan bizni hayotimizga ta'siri haqida aytyapman-da. O'shanda Erkin aka endi juda ko'p nima bo'ldilarda, oxirida ancha qiynaldilar. Lekin undan oldinroq endi ba'zi yillar emas, endi hamma navbat bilan boradi endi. Birinchi sanarga davolanamiz. Endi ko'pincha Erkin aka bilan, boshqalar bilan birga tushib qolsak, endi suhbatlar bo'lardi u yerda. Eng zo'r Nazmiy, Navoiydan, Fuzuliydan o'qirdilarda. O'shanda shu she'rni o'shida yozib berganlar. Endi yana bitta she'r yozganlar. U ham kitoblarga kirgan. U kishini o'tqoplarda tosh bo'lib juda qiynalganlar. U paytda nimada O'zbekistonda shu Germaniyaga borib o'shada operatsiya qildirib keldilarda. Bundoq derazaga qarab tursalar, nimaga derazani tashqi raxiga hali non u bularni sepib qo'ysa, chumchuqlar kelib terib yeyotgan ekan. Chumchuqlar derazada, chumchuqlarga mazada, o't qobida toshi yo'q, og'riydigan boshi yo'q. Deb shuning uchun mana shu o'shanda mehmonni izzat qilishda ham, mehmondorchilik qilishda ham juda katta me'yorni buzamiz. Men bitta juda bir og'riqli misol aytib beraman. Xohlasangiz olib tashlaysiz agar. Bo'lmasam bir yili Moskvaga boradigan bo'ldim. Bir ish bilan endi.
nashriyotda ishlardim. Nashriyot markaziy komsomol markaziy qo'mitasiga Moskvaga qarardim. Biz hisobot olib borardik. Shunda bir ketyapsam, bir tanish domlamiz Moskvaga ketyapsizmi? Bitta iltimos bor deb. Xo'p, shu kichkinagina korobka bor. Shu domlamga bir sovg'a bor edi deb, iyun oyida edi. Shu uzum, haligi birinchi uzum chiqqan endi. Uzum yana bir narsalar bo'lsa kerak. Ichida mana shunday 1 kilo, 2 kilolik. Shu adreslarni yozib berdi, telefonlarni ham yozib berdi. Keyin xo'p deb olib ketdim. Bordim, samolyotdan tushgandan keyin kelib, keyin u Moskvaning chegara joyidagi mehmonxonada joylashib, keyin telefon qildim. Telefon qilib, soat 11larda telefon qilsam, biroq hech kim olmadi. Yana telefon qildim, keyin oldi. Sal nima alatroq gap qildida, aytdim, men shu Toshkentdan keldim. Sizga bir korobka berib yuborishdi desam, shunaqa meni urishdiki, qanaqa odamsan? Sanda o'zi bir nima bormi? Bugun qanaqa kun? Shanba. Nimaga telefon qilyapsan? Shanba bo'lsa nimaga telefon? Mana nimani buzib, Tinchimni oromimni buzib dedi. Juda izza bo'ldim, xafa bo'lib qoldim. Dushanba kuni kelgin dedi. Keyin dushanba kuni keyin borib, yomg'ir yog'ib turibdi. Shavalab, qo'limda haligi ikki tomoni haligi yuvib, haligi uzum mo'ralab turibdi ichida. Borib 3-qavatga chiqdim. Zvonoyni chaldim. Endi qo'limda bundoq qilib chaldim. Keyin birozdan keyin ovozlar eshitildi, eshikni ochilib, bir keksa odam ichki kiyimda turibdi. Endi bir shunaqa men desam, Prahadi dedimi yo Zahadi dedimi qilib, o'zi rus tilida 3 ta so'z bor. Prahadite, Zahadite, Zaydite. Shundan bittasini ishlatdi-da, g'alati bir ohangda aytdi. Sen ham bormiding kitobda deganday qilib. Endi xo'p, shunday ostondan kirib, mana shu o'ng oyog'imni qo'yishim kerak. Shuna qarasam, bitta o'zbekning to'ni mana shunday yotibdi shu yerda. Polda. Shuni ustiga oyoq qo'yib o'tishim kerak. Yo'q. Tasavvur qilasizmi shuni? Demak, o'sha odam ham bir kelgan shu yerga, o'zbekchilik ketayotganda ikkita qovun berganmiz, to'n kiygizganmiz. Shuda endi masalan endi. O'sha yerdan o'sha to'nni ustiga korobkani qo'ydimda qochdim. Urushib ketmayin deb. O'ylab qoldimda, biz endi shu o'zbekni to'ni deymiz. Duch kelgan odam yelkasiga tashlayversak bo'lmasa ekan. Abdulla akaga aytib berdim shuni. Abdulla aka, Orif. Abdulla akam bilan keyin bir tadbirda Andijonga yo'l oluvdik. Abdulla aka dedim, shu o'zbekni to'ni deb bir yozsangiz. Shu men endi shoir emasman, lekin dunyo yelkasida o'zbekning to'ni degan bir satr keldi menga. Shuni Abdulla akaga aytsam, shunday oldilarda, endi mashinada ketyapmiz Dovondan, to'xtab, 2 qator, to'xtab qolib 2 qator yozadilar, o'qib beradilar, muhokama qilamiz. Bir 5 varianti bo'ldi-da, o'zbekning to'ni degan she'r paydo bo'ldi. Andijonga yetib bordi, ertasi gazetda chiqdi. O'shanda keyin o'yladimki, demak, shunchalik bo'lganki, Moskvaga borsangiz, qani qovun qani bizga? Где kuvinskiye, знаменитые granаты, где deb, bular o'zbek, bular qovun olib keladi, bular bizga meva olib keladi. Bu nimaga taomilga kirgan? Odat, an'ana. Biz shuni o'zimiz yaratganmiz. Ular yaratmagan, biz o'zimiz yaratdik. Mana shu mehmondo'stlik, ochiq ko'ngillikda ham me'yor bo'lish kerakligini mana shu orqali men bilib olganman. Bilamiz, ustoz, O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi sizning ijodingizda nihoyatda katta bir o'ringa ega va albatta ushbu nashrning faoliyatida sizning xizmatingiz ham e'tirofga loyiq. Ayni kunlarda siz Jahon adabiyoti jurnalida faoliyat yurityapsiz, ijod qilyapsiz. Keling, mana shu jurnaldagi bugungi jarayonlar haqida gaplashsak. Biz mana Jahon adabiyoti jurnalida ulug' ustozimiz Ozod aka Sharafiddinni boshlaganlar. Menga shu buni yaqinda bir joyda aytdim. O'sha 60
4-yil Toshkentga kelsam, o'sha yili qabul bo'lmadi jurnalistikaga. Qaytib ketdimda rus tilini bilmasligim bilinib qoldi endi. Qishloqda rus tili o'qituvchilari kam bo'lgan. O'shda borib Pedinustda rus tili kursini bitirib, keyin harbiy xizmatga ketdim. Boyqo'ng'ir kosmodromida 3 yil xizmat qildim. Rus tilini o'rgandim. Kelib maktabda dars berdim. Va keyin 69-yil Toshkentga kelayotsam, avtobusda bir odam, "Ha, yigitcha, yo'l bo'lsin" dedi. Toshkentga o'qishga. Dedi. "Nimaga o'qiysizlar?" "Jurnalistika." "He" dedi. "Jurnalist bo'lib nima qilasiz?" dedi. "Hammani haligi kamchiligini ochasiz, mana shunaqa deb sal behurmat gap qildi. O'shanda men bundoq qarasam, endi tunda kelyapmiz. Oy shundoq turibdi, haligi tog'lardan aylanib, mashina yurganda u yoqqa o'tadi. Siz bilan birga bu yoqqa o'tadi. keladi. Shu oyga qarab turib, o'zimcha bir niyat qildimda, men albatta jurnalist bo'laman. Men hatto viloyat gazetasiga muxbir bo'laman deb niyat qilganman. Shuni endi buyuk cho'qqi deb bilganman. O'sha paytda. O'sha paytda. Mana endi ustoz Asqat Muxtor, Odil Yoqubov boshlagan ishni davom ettirib, O'zbekiston adabiyoti va san'atiga 18 yil muharrirlik qildim. Gazetaning nimasini, adadini 1 millionga yaqinlashtirdik. Va undan keyin ikkinchi marta shu Ozod domla boshlagan ishni davom ettirib, mana Sharq jahon adabiyoti jurnaliga shu nima qilyapman. Endi shu yerda shunaqa asarlar beryapmiz. 300 dan ortiq jahonning eng durdona asarlarini shu jurnalda e'lon qilyapmiz. Muhtaram prezidentimiz shu 21-yil selektor yig'ilishida ma'naviyat masalalariga shunda aytdilarki, mana jurnallarimiz jahon adabiyoti, Sharq yulduzi, Tafakkur, Madaniy hayot, 4 ta jurnal. Bular nega kam nusxada chiqyapti? Bu hurmatli pedagoglarimiz, yoshlarni tarbiya qiluvchilar bu jurnallarni o'qimasa, qanday qilib yangi avlodni tarbiya qiladi? Vazirlar Mahkamasi, Xalq ta'limi, oliy ta'lim vazirligi har bitta qarang, har bitta respublikadagi maktabning kutubxonasiga bir nusxadan bepul yetkazishni ta'minlasinlar. Nahotki bunga pul topilmasa deganlar. Shu narsa endi chiqqan rasman. Undan keyin 1 yil o'tib, yana bir katta yig'inda keyin shuni qattiq aytdilar shu narsani. Afsuski hozir 4 ta 3 ta viloyatlarimizdagi hokimliklar bunga e'tibor qilmaydi. Endi viloyatlar hokimliklariga topshiriq berilmagan. Mana bu hozir endi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi ilgari xalq ta'limi deyiladi. Bu nimadan? Toshkentdan, moliyadan shularga pul o'tkaziladi. O'sha ma'naviy ishlarga, shundan maktablarga berish kerak. Shuni bajarmaydi shu. Endi shu men endi yurtboshini, prezidentni topshirig'ini bajarmaydi. Endi baribir bir kun buni hisobi chiqadi-ku, bir kun kimdir axir nega topshirib bajarmayapsan? O'qituvchining cho'ntagidan olma pulni deb katta aytganlar o'zlari. O'sha davlatdan ajratilgan pul hisobiga. Endi shu nimada 2 yil oldin boshladik. O'sha Olimjon Salimovni tarjimalarini berdik. Osho degan endi u taxallusi Hind donishmandi. Hind donishmandi, lekin islomni mohiyatan bizdan 10 barobar chuqur tushungan odam ekan. Shuni hikmatlarini yozib oldim o'zimga. Shunda aytadiki, Osho 20-asr xudosiz asr bo'ldi. Xudosiz asr. Va jamiki qirg'in barotlar shu asrda qilindi deydi. Da aytib keladi-da eshitmoq va tinglamoq deydi. Xudo qasriga kirishning siridir deydi. Eshitmoq va tinglamoq. Men hozir aytgan gaplarimni men qayerdan oldim? O'qidim, eshitdim, birovlarni tingladim, yozib oldim, ko'chirma qildim, maqolalarimda ishlatdim. Va o'ylaymanki, bizni ham mana bugun mana shuni qay bir shaklda efirga uzatilar. Eshitganlar o'ylab ko'rishlari kerak shular haqida. Meni fikrimni tinglab turib, o'zlarini bundan ham muhimroq fikrlariga kelishlari mumkin. Bu albatta.
birovni fikrini tinglayotganingizda faqat uni fikri bilan qolmasligingiz kerak. O'zingizni shaxsiy fikringiz biznikidan-da baland. Shuning uchun aytiladi. Bu ko'rsatuvlar, bu eshittirishlarning asosiy ma'nosi fikr uyg'otish. Mana o'zingiz aytyapsizki, menga ham bir fikr keldi. Ana shu maqsad. Fikrdan fikr o'nadi. Fikrdan o'ngan fikr jamiyatni harakatda ushlab turadi. Jamiyat harakatda ushlab turgan jamiyat bu fikr erkinligi degan gap. Mana shu kunlarga yetib keldik endi. Va bundan keyin ziyolilar bizni vazifamiz shuncha yutuqlarga erishganimizdan qanoat qilmasdan endi yoshlarni, yangi davr yoshlarini, yangi O'zbekistonni yoshlarini tarbiya qilishimiz kerak. Tarbiya qilish uchun bizni o'zimiz tarbiyali bo'lishimiz kerak birinchidan. So'z aytish uchun so'zimiz butun bo'lishi kerak. Qiroatimiz yaxshi bo'lishi kerak. Talaffuzimiz yaxshi bo'lishi kerak. Urg'uni to'g'ri qo'yib o'qishimiz kerak. Ana o'shandagina biz mana shu bugun jamiyatimizni oldida turgan vazifalarni bajarishda faol ishtirok etgan bo'lamiz. Ziyolilik desa ham, fuqarolik desa ham, grajdanlik desa ham burchimizni bajargan bo'lamiz. Men shu masalalarda eng avvalo o'zimga, shogirdlarimga va bizni bugun tinglayotgan barcha do'stlarga, ustozlarga, qadrdonlarga shu yo'lda omad va saodat tilab qolaman. Hozir aytdingiz-ku, eshitmoq yaxshi deb. Sizni bugun eshitdim, ko'p savol bermadim. Sababi bugun eshitganlarimni boshqalar bilan baham ko'ra olishimga ishondim. Balki dastur orqali tomosha qilar, lekin aniq bilaman, bugun eshitganlarim faqatgina kasbiy faoliyatimda emas, farzandlarimni tarbiyasida, yaqinlarim bilan bo'ladigan suhbatlarda, boya aytilgan o'sha ayollarning o'zaro davralarida aytiladi. Siz bugun bir xazinalarni ochdingiz. Hammasini emas. Mubolag'a emas. Ma'lum bir qismini ochdingiz, lekin bu men uchun juda katta bir ma'naviy kuch bo'ldi. Hali bu xazinani davomini yana bizga ochib berasiz. Hali sizni ko'p yaxshi ma'noda bezovta qilamiz. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.